Assalomu alaykum. Nurbek Ustoz kanaliga kuzatib boryapti hurmatli obunachilar. Navbatdagi bir tomonlama navisimiz mana nihoyatda topshirish arafasida turibmiz. Bu navisimizda razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunasi 22 metrga, bunaqasi 4 metr bo'ldi. Eni 4 metr bo'ldi. Materiallarga keladigan bo'lsak, stoygalarimiz mana 8 ga 8 1.7 stenada bo'ldi. Stoygalarimiz mana. Ash firmalarimiz 4 ga 2, 4 ga 4 bo'ldi. Reykalarimiz 3 ga 2 bo'ldi. Ular 1.5 stenada bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadratni 300 ming so'mdan tayyorlab berdik. O'pish summasi 26 millionga bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkamiz bor. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bu navisimiz, shu munkali navisimiz tagiga mana shu ko'rib turganlarning oq faner bo'ladi. Bu faner kraskalangan varianti bo'ladi bu. Haqida arzon bor. Faner falga uning ustidan o'ltir tunuka yopib beryapmiz. Biz kuzatishda davom etasiz hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bundan keyin yangi ishlarimizni albatta qo'yib beramiz. Kimga shunday navis kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Usta Nurbek sizlar xizmatlaringizda.